Assalamu alaykum. Xitay G'ulaydigan G'az qaldı namlıq programmamның aziz iştirakçıları. Mən Gülşən Abduqadir Səhər, Kanadaның Toronto şəhərində yaşayman. Bugünkü Xitay G'ulaydigan G'az qaldı namlıq programmamның 32-ci qismi arqılıq sizlər bilan yüz görüşkənligimdən intayın xoşalman. Bilgininglardek mən ötken hafta şu Xitayning g'olishinin siz ve men o'ylagandimmi battarroq tez ve tasodifiy bo'lganligi haqida bir programma ishlashni boshlab uningki birinchi qismini sinib bo'lgandim sizlarga. Bugun asli qoida bo'yicha ikkinchi qismini sizlar bilan o'rtoqlashishim kerakdi. Lekin men uni keyingi programmaga qoldirib qo'yib, bugun boshqa yangi ahvollar bilan navbatdagi yangi vaziyatlar bilan o'rtoqlashish uchun sizlarga yangi bir programma tayyorladim. Programmam 3 bo'lakdan tarkib topadi. Doimga o'xshash muqaddima, asosiy gavda qismi, undan keyin xotima. Programmamga kirishdan burun muqaddima qismida men shu Amerikadagi National Endowment for Democracy qisqartirilgan ismi NED degan bir kişilik hukuk teşkilatının uzun yıllardan buyon Uyg'urlarning Xitoyga qarshi berayotgan kişilik hukuk kurashlarni yaqindan qo'llab-quvvatlab kelayotgan bu tashkilot Uyg'ur harakati tashkiloti va bu tashkilotning qurg'uvchisi Roshan Abbas xonimga shu NED'ninki demokratiya mukofotini bergan. Bu munosabat bilan Roshan Abbas xonimni tabriklayman. Uyg'ur xalqini tabriklayman. Polat mana shundaq bir bazgandan urilish orqali tavlandi. Uyg'urlarning masalalari dunyodagi ilg'or g'arb davlatlarining adolatparvar kishilarning haq adolat uchun kurash qiluvchi tashkilotlarning Uyg'urlarga berilgan mushtaq jasoratlari bilan mushtaq mukofotlari orqali qadam tavlanib oxirida kuni yuziga chiqadi. Oxirida simhiy tanglar atadi deb o'ylayman. Bu munosabat bilan Roshan Abbas xonimni chin yuragimdan tabriklayman. Roshan Abbas xonim uzun yillardan buyon shu Uyg'ur qirg'inchiligini, Xitoyning Uyg'urlar ustidan ilib berayotgan Uyg'ur qirg'inchiligini Amerika hukumatiga, Amerika parlamentiga anglitishda va dunyo miqyosida aylanib yurib kurash qilishda nihoyatda hayron qolgudek xizmatlarni qildi xalqimiz uchun. Bu mukofotga Roshan Abbas xonim haqliq deb qarayman. Bu mukofotning ezilgan xalqimizga ümidsizlik yo'li qarab ketayotgan xalqimizga yana bir umid chirog'i bo'ldi deb o'ylayman. Xalqimizga yana bir qitim muborak bo'lsin. Endi Uyg'urlarni yana bir ümitlendirdigan bir güzel hoş xabar Yaponiyadan keldi. Yaponiyaningki yangidan vazifaga o'tgan ayol bosh ministri Takaichi xonim Uyg'ur qirg'inchiligininki bosh planlovchisi Xi Jinping bilan ko'rishganda yuz turib keskin qilib Yaponiya hukumatiningki atalmış Şinjan Uyghur Avtonomiya rayonida yaşaydigan Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyatidan andish qilayotganligini o'tirib qo'ygan. Mundaq dumultadigan yapma gaplar bilan Şinjan Uyghur Avtonomiya rayonining kishilik huquqida masala va kishilik huquq hurmat qilishni umid qilman deydigan mundaq yumshoq ikki bisliq mundaq oyoqqa piqras uyoqqa bu yoq piqras bu yoqqa ketadigan gaplar bilan emas, balki kishilik huquq Uyg'urlarning nuqtaliq holda Uyg'urlarni tilg'ib turib, Uyg'urlarning kishilik huquq vaziyatidan andish his qilyapmiz deb dalalagan. Qanday vaqtda kishilar andish his qildi? U yerda bir qirg'inchilik bo'lganda, u yerda bir o'lim bo'lganda, u yerda insonlarning intayin oddiy aqalli haq huquqlarımı dəbsəndi qılınan vaxtıda başqalar andish qildi bularning ahvolidan. Yo'qolib ketganda, oila a'zolarini topolmaganda, mahallalarning uylariga qulib silinganda, shunday ahvollarda andish his qildi. Bizning shu yo'qolib ketgan qirg'inchiligimizni his qilib Takaichi xonim bizning maydonimizda turib
Qini bular, ne ketdi, endişes qıvatdı mən deganlik üçün Takachi xanımdan Allah razı olsun Uyghur xalqi bu jigarlik adolatparvar ayol xanımdan intayin xoş bo'ldi deb o'ylayman. Men Takachi xanımga bu programmani qilib cho'nqur rahmatlarimni bildiraman. Endi yigitlik degan bir kalima bor. Yigitlik Uyg'urlar asosan yigitlik degan bu sifat kalimasini yuqori martabadagi bu sifat kalimasini faqat erlarga qatilgan so'z deb o'ylaydi. Yigitlik erlarga qatilmagan, balki ayollarga qatilgan dunyoda yigitlik maqamiga erishgan nurg'un Uyg'ur ayollarim bo'lgan dunyoda nurg'un ayollar o'tgan. Masalan, Asiya onamiz Pravin ordusidagi yigitdek bir ayoldi. Pravin uningga kel, haqiqatdan voz kech, men sana bu dunyoda saroylar soldiray deb yolvorib ketdi. O Pravin yana Asiya onamizga ismingni ko'klarga yozay, tarixlarga yozay deb yolvorib ketdi. Tahrim surasininki Qur'ondagi Tahrim surasining 11-12 oyatlariga qarasanglar, bu haqda Qur'onda aniq ma'lumotlar bor. Asiya onamiz yo'q dedi, rad qildi. Pravin tarafidan ig'ir tan jazosiga va qiyin qistoq uchirdi. Ey Allah, huzuringda bana bir uy bersang yetidi deb duo qildi. Bu jihatda Asiya onamiz bir yigitdi. Mushu Asiya onamizningki davomi Takachi xanım mushundaq Asiya onamizdek yigit ayollarninki davomi deb o'ylayman. 5 fevral g'ulji inqilobida chapchaltirmisiga tashlangan Abduxilal Mijit yigit bir erkakdi. Xitoy uningga 5 fevral g'ulji inqilobining xato ekanligini, mashrab o'ynashning xato ekanligini, xalqni quturtish ekanligini da e'tirof qil. Sana biz huquq beramiz. O yezning ma'u nayaninki hokim bo'lsa degan shundoq so'g'lansinga vaqtida Abduxilal Mijit qat'iy rad qilgan va Xitoyninki shundoq ig'ir tan jazolarga uchrab nurg'unlagan yaqin do'stlarning deyishicha Xitoyning oldida taslim bo'lib xato gaplarni qilib xalqining hörligi bo'lgan umid chiroqlariga umidlarini xiralashtirib qo'ymaslik uchun tilini chaynab olgan degan gaplarni banayt o'ruqlab oxirida tan jazosi sababidan Xitoyning o'lib ketgan Abduxilal Mijit o'xshash yana nurg'unlagan yigitdek xonim qizlarimizmi Xitoy turmalarida Xitoyning tan jazolariga uchrab o'lib ketdi. 5 fevral g'ulji inqilobi haqida men kitobimda o'tirib qo'ygandek bildiganlarimizdan bek ko'p nurg'unlagan yigitdek ayollarning yigitdek xonim qizlarimizning hikoyalarini biz bilmaymiz. Alloh xolisa vatnimiz mustaqil bo'lgan vaqtida bilan cho'qim qezib chiqamiz deb o'ylayman. Endi Yaponiyaning yangidan saylangan ayol bosh vaziri, yani bosh ministri Takachi xonimning Uyg'urlar haqida aytgan bu keskin andish qilyapmiz. Uyg'urlardan andish qilyapmiz deb Xi Jinpingning oldida shunday keskin aytgan so'zlaridan xalqaro matbuotlar qandaq bir inkoslar bo'ldi shu so'zlarga texnik fikrlagan holda qarab boqaylik. Janubiy Koreya va Tayvan axborot vositalari Yaponiya inson haqlari va Xitoy qarshi maydonda yangi bir davrga kiryapti dedi. Undan boshqa Sharqiy Janubiy Osiyodagi ba'zi analizchilar Takachi Xitoy qarshi ovoz tonini yuksaltyapti deb mulohaza qildi. Xitoy axborot vositalari albatta Takachining bu so'zlariga qizg'in qarshi olmaydi albatta. Xitoy axborot vositalari va Xitoyning inkosi qaragan vaqtimizda Xitoy taraf Takachi xonimning bu so'zni u yoq bu yoqqa burashga harakat qilgan ma'noda pardozlamoqchi bo'lgan. Takachi xonimning so'zining tugman teshidek ig'ir vaznining Xitoy xalqi ichida Uyg'urlar haqida davulg'ush va yoki qayta o'ynashga yo'l ochib qolmaslik uchun Uyg'urlarni Xitoy hukumati
Xitayning ichidagi Xitoy xalqiga bular terrorist, andaqchi üç xil kuch, radikal diniy asabiylar deb tushundirganlik uchun Takaychi xonimninki bu jiddiy ravishdagi bu yuqori vazirlik so'ziniki Xitoy xalqining ichida Uyg'urlar haqida bir munozara qo'zg'ab qilishidan intayin ansirganlik uchun imkoniyatning barcha Takaychi xonimning so'zining vaznini kichikiltishga, imkon bo'lsa yo'q qilib o'tishga tirishdi. Ya'ni Xitoy medialari Takaychi xonimning Xitoy qarta aytgan Uyg'ur masalasidagi bu keskin va ajoyib bir bombadek dunyodagi har qandaq bir man degan er liderlarmi dallanmayotgan bombaga o'xshash bir kuchi va so'zini padazlashga tirishib bir xil buni bu agahlandırışını diplomatik samiksep qo'yish va undaq samiksep qo'yish, mundaq samiksep qo'yish degandek so'zlar bilan padazlayotidi. Ham vaznini kichikiltib, qimmatsizlashtirishga tirishyotidi. Takaychi xonim omon bo'lsin. Demak, dunyoda Takaychi xonimdek adolatparvar kishilar bilan kishilarni textigab ketgani yo'q. Mushundaq kishilar bilan dunyo go'zal. Shunga biz keskin holda Xitoydagi diktator bir qirg'inchi hokimiyatni g'olaydi deb keskin ayta olamiz. Uyg'urlar Takaychi xonimdek kishilar bo'lganligi uchun hargiz yo'qolib ketmaydi va qayta chaqnaydi deb ishonch va umid bilan ayta olamiz. Xitoy axborot vositalari yana Takaychi xonimni Amerikaga yaqin, Amerikaning qo'shamachisi, g'arbga yaxshiroq bo'lish uchun Asiya qit'asida bir taraf paydo qilyotidi. Yapon millatchisi, undaqchisi, mundaqchisi degan bir xil salbiy ma'noda ifodalashga tirishyotidi Xitoy medialari. Endi texim fikirlagan holda g'arbdagi dunyo axborot vositalarining inkoslari qandoq bo'ldi? Takaychi xonimning Uyg'urlar haqidagi so'zlariga bir texim cho'nqirliq oldi qarab boqaylik. G'arb matbuotlari shu Xinjiang, Sharqiy Turkiston yoki Uyg'uriston haqidagi jiddiy andisha degan kalimani ishlatganligini nihoyat ijobiy holda tilga oldi. Yaponiyaning tunji ayol bosh ministrining vazifaga o'tirmayla Xitoy bunda qattiq ravishda gap qilishini g'arb axborot vositalari Yaponiya Xitoyga qarshi aniq va keskin pozitsiya tutyotidi dedi. Ya'ni nihoyat ijobiy qarshi oldi g'arb matbuotlari. Bu arada yana Yaponiya parlamentida Arfiya ismli bir Uyg'ur qizning bo'lganligi bizni suyundirdi. Bizni umidlantirgan, bizni suyundirgan bir ish. Uyg'urlar bir maqol tamsil va ko'zidan ağrıgan Allah hasıdan armaptı deydigan. Bu Arfiya qizimizning Uyg'ur Yaponiya parlamentida bo'lishi Uyg'ur qirg'inchiligini Yaponiya parlamentida anglashda muhim ta'sir bo'ldi deb o'ylayman. Yana g'arb matbuotlari Yaponiya bilan Amerika Xitoyga qarshi yaqin hamkorlik o'rnatyotidi va kuchlantiryotidi dedi. Uningdan boshqa ba'zi g'arb axborot vositalari Uyg'urlar masalasida andishiz qilyapmiz degan mush ikki kalimani Yaponiyaning bundan keyin Uyg'ur masalasini qo'llaydigan va kun tartibga kelib keladigan Yaponiyaninki mushtaq bir maydonni bildiradigan kalima deb ta'rifladi. Endi bugungi programmamninki asosliq gavda qismiga o'tib ketsak, bugun men programmamda shu bugün 6 noyabr kuni Amerika Tashqi ishlar ministrligi, ya'ni Amerikaning Tashqi ishlar ministri Marko Rubio efendim Qozog'iston, Tojikiston, Turkmaniston, O'zbekiston va Qirg'iziston qatorliq O'rta Osiyodagi bizga eng yaqin davlatlarning tashqi ishlar ministrlarini
Amerika Avam Palatası'nın merkez aldı kütüp aldı. Bu 5 devletni Amerika'ya çağırdı. Ertegelik'e Yumulak Oval Office yani Yumulak Office'te Donald Trump efendim bu Orta Asya'daki 5 devletinin Tashqi ishlar ministrlari bilan yig'in ochadigan o'xshaydi. Muxbirlarni kutib yig'in ochadigan o'xshaydi. Qirg'izistonga vakolatan Qirg'izistonning Amerika turishliq bosh elchisi qatnashdi bugungi nimadagi Amerika Avam Palatasidagi yig'inga. Biz bu Amerika'nınki 5 O'rta Asiyodagi 5 davlatni Amerikaga chaqirishining oqisida texmi cho'nqirilgan holda oq ko'rinishi haqida bir cho'nqir mulohaza qilib baqayli. Buning ichida Uyg'urlar qanchalik bir o'rinni tutadi. Uyg'urlarning o'rni qanchalik Uyg'urlarga bu foydalimi, foydali emasmi? Buni C+5 yani C qo'shilgan 5 uchrashishi zirvasi deb atadi Amerika taraf. Buningda texim cho'nqirilgan holda mulohaza qiladigan bo'lsak, bu o'ylab beqinglar, bu 5 davlat Amerika chaqirayotgan 5 davlat Xitoy 2001-yili qurgan Shanxay 5 hamkorlik tashkilotiga a'zo 5 davlatdi. Men o'tgan programmalarimda Shanxay 5 hamkorlik tashkilotini Xitoyninki Uyg'urlarni qo'g'lab tutish tashkiloti, Uyg'urlarni vatandan chet elga qochib chiqqan Uyg'urlarni mushu 5 Uyg'urlarning qeyrindishi bo'lgan mushu 5 davlat bilan birlashib qo'g'lab tutib Xitoyga o'tkazib bergan tashkilot degandim. Xitoy buni 2001-yili qurgandan keyin Qozog'iston, Qirg'iziston, Tojikiston, O'zbekiston, Turkmaniston qatorliq 5 davlat bilan qurib, buni Shanxay 5 deb atagan. Bu vaqtlarda 2000-yillarda qurilgan vaqtlarning oldikayında Rossiya yemirilib 5 mustaqil davlat maydoniga kelgan. O'rta Osiyoda Uyg'urlarning qurolli kurashlari, qurolli hozirliklari bo'lgan bir davrga to'g'ri keldi. 5-fevral G'ulji inqilobi bo'lib ozroq vaqt o'tgan, ham ilm mashrablarini bana qilib Xitoyning qirg'inchilik qilib olgan shu vaqtlarga to'g'ri keldi. Xitoy Shanxay 5 deb qurgandan keyin başta O'zbekiston yo'qdi. O'zbekistonning qo'shilishi va Eronning qo'shilishi bilan buni Shanxay 5 hamkorlik tashkiloti deb o'zgartgan. Bag'an sari buningki ta'sir doirasini kengaytib Turkiyani buni kuzatuvchi qilib olgan. O'tganda shu yaqinda Beijing Xitoyda Shanxay 5 hamkorlik tashkilotininki yig'inning bo'lib o'tganligi Recep Tayyip Erdoğan Bey efendimning xalq gazetida cho'ng uzun maqolalarni e'lon qilganligini, lekin bu maqolalarning ichida bir Uyg'ur degan bir kalimaning yo'qligi haqida oldingi qitimliq programmalarimda to'xtalgandim. Demak, mushu Shanxay 5 Shanxay 5 hamkorlik tashkilotidagi 5 davlatni Amerikaga chaqiryotdi. Shanxay 5 hamkorlik tashkilotini Amerikaning chaqirishi, Amerikaningki shu Biden hukumati mezgilida Amerikaning rayonlardagi ta'siriga sal qargan. Masalan, Bagram harbiy bazasi qatorliqlarni saqlab tutib qaramagan. O'rta Osiyodami shu o'zining ta'sirini kuchaytirolmaganligi uchun bu yerda Xitoyning ta'sirini kuchli ko'p ketib, Shanxay 5 hamkorlik tashkiloti orqali bu yerda ikki nimani da Xitoyning o'tib ketgan birsi O'rta Osiyoning butun neftini setib olish orqali energiyaga ijir qolib ketgan shundoq bir energiyaga muhtoj oltini qamdamoqchi bo'lgan Xitoy. Yana birsi Uyg'urlarning shu bizning atalmış Şinjan Uyghur Abdunum rayonining shu O'rta Osiyoga tutishadigan chegara rayonlari G'ulji orqali tutishadigan shu rayonlarningki bexatarligini
O'rta Asiya davlatlari Xitoydan better чың мыштак тутуп берген уйгурлар картанна Кытайдан бетер катты кол болуш аркылык мыштак когдап берген эмди мышу гулжыдан өзаңлар билсилер гулжыдан немеге Казакстандагы Yarkent şəhriga 146 kilometr keldi. Aram 146 kilometr. Qorğasdan texmi yaqın bolishi mumkin. Bu O'rta Osiyo orqali Xitoyningki bir balvoq bir yo'l strategiyasi nanki ikki yo'li var bizning vatandan o'tadigan birisi Pokiston Xitoy Pokiston iqtisodiy koridori o'tgan programmalarimda bakchiq to'xtaldim. Xitoy Pokiston iqtisodiy koridori haqida ikkinchi koridor shu Qorğas ig'izi, G'uljidagi Qorğas ig'izi orqali bu yerdagi temir yo'l quruqliq orqali shu Xitoydan kelgan mal G'uljidagi Qorğas ig'izi orqali Qozog'istonga o'tadi. Qozog'istondan Ozarbayjondan ondan keyin Turkiya, Aqdengiz taraflar orqali ondan keyin Yevropaga tutishadigan Qorğas ig'izidan o'tadigan temir yo'l, Qorğas temir yo'lni nurg'un mablag' soldi Xitoy bunga. Ondan başqa bir balvoq bir yo'l o'tadigan shu yo'l nimaga shu Turkiya, Ozarbayjon ikkisi birlashib O'rta Osiyoga tutishadigan ya'ni shu Ozarbayjonning janubida bir Zangezur koridori degan bir koridor qurgan. Bu koridor haqida keyingi programmalarimda vaqtim chiqsa men to'xtalaman. Bu Zangezur koridorini Amerika yaqinda 100 yillik ijaraga olgan. Mushu Zangezur koridori bayalardan Xitoyninki bir balvoq bir yo'l liniyasi o'tadi. Amerika bu yana 100 yillik ijaraga olish orqali Xitoyning bir yo'l bir balvoq o'tadigan yo'llarini qamal qilib Xitoyni bir bulunga qistash uchun bu yana Zangezur koridorini Amerika 100 yillik ijaraga nim qilgan, ilib Endi O'rta Osiyoga kirishi, O'rta Osiyodami Xitoyning ta'sirini supurib tashlash, Xitoyni bir bulunga qistash, Xitoyning dunyoga so'zilayotgan qor qo'llarini taraf-tarafdan Amerika qistab, kesib, to'xtatib, har yerga o'zining ta'sirini ko'rsatish orqali Xitoyni to'smoqchi bo'ladi. Men oldingi uch qism ishlagan Donald Trump efendimning ikkinchi qitimliq vazifaga o'tirish mezgilidagi tashqi siyosat degan programmamda 3 muhim tashqi siyosatni o'tirib qo'yayotganligini sizlarga so'zlab o'tgandim. Birinchisi Amerika birinchi prinsipi, ikkinchisi Ray Kissinger ya'ni Thatcher Kissinger strategiyasi, ya'ni 70-yillardagi Kissingerning Xitoyga berib, Xitoy bilan yaxshi bo'lib, Xitoy bilan birlashish orqali Rossiyani ojizlatganligi. Ammo buningki ta'siri Ray Kissinger strategiyasi orqali Rossiya bilan birlashib, Xitoyni ojizlatish va og'dirib etish, yo'q qilib etish, g'ultib etishdan iborat strategiyasining Amerikaning bog'lig'ini, lekin buningga bu relsga Rossiyaning birda tushib, birda chiqib shunday qilayotganligini ko'p so'zlagandim. Uchinchi strategiyasi bo'lsa, kechirsam rayonlarda, har qaysi rayonlardagi ta'sir doirasiga sal qarag'anlik uchun Xitoy bu yerda ta'sir doirasini kuchaytirib ketgan, yumshoq singib kirish orqali, qarz pul to'zoqlari orqali kim birinin bo'lsa men sana qarz pul berib turman deb qarz berish orqali, qarz to'ziqqa tushirish orqali ularni hech qanday gapsiz qilolmaydigan qilish, kanidan bo'g'ilish orqali shunday o'zing maqsadini amalga oshirmoqchi bo'lgan. Ammo bu qitim Donald Trump efendim chiqqandan keyin shu rayonlardagi ta'sirini, Amerikaning rayonlarga bo'lgan ta'sirini kuchaytirishni yo'l qo'yayotdi. Shuning uchun Zangezur koridoridami men Zangezur koridorini keyingi programmalarimda ayrim bir to'xtalaman. Ashanimi toza ipak neminingki bir yo'l bir balvoqning shu Qorğasdan chiqib O'rta Osiyo orqali Yevropaga o'tishadigan tam markaziy qismida Zangezur koridorini Xitoy Amerika 100 yillik ijaraga olib kelib o'rilishib oldi. Demak, taraf-tarafdan qapsayotdi Xitoyni. O'rta Osiyoda
mana özünün təsirini göstərməkçi olub 5 dövlətinin Tashqi ishlar ministerini Amerikaga chaqirishi bu Uyg'urlar uchun nihoyat xo'shallanarli bir ish. Bu yerda Xitoyning Amerikaningki oq planı nima degan vaqtida seni julib Shanxay 5dan julib chiqarib Amerika 5 bundaq qilish planidan iborat bu hesaplandı. Hem de Donald Trump efendimninki şu tashqi siyosatning ba'zi nimalari Reaganninki şu tashqi siyosatga o'xshab ketdi. Reagan mı Amerika Xitoyga borgan vaqtida şu 70 yillarda o'ylab yetganlar Xitoyda Amerika desa bir böcödek, bir cin şeytandek his qildigan bütün təşviqatlar bizim kichik vaqtlarimizda şu maktablarda bo'lsin, mahallalarda bo'lsin, Amerika jahongirligiga qarshi turayli, Amerika qog'oz yo'lvas, Amerika undaqchi, Amerika bundaqchi, Amerika bosqinchi degan bütün təşviqatlar tamlarga yozilib ketgan təşviqat varaqlari mahallalarni qoplab ketgan bir davr. Shu chog'da Reagan Xitoyga berib Amerika xalqimizga ait yaxshi bir xalq, Xitoy xalqimizga ait yaxshi xalq deb Xitoy xalqini maqtab turib, nihoyat chiroyli gaplar bilan Xitoyni evashga keltirib Xitoy bilan birlashib, shu Rossiyaning Patnos quyosh degan deb ta'riflangan o'z vaqtida shu Rossiyaning parchalanishida nihoyat muhim rol o'ynagan. Donald Trump efendimning gap so'zlariga qarasanglar yaqinda Amerikani va Xitoyni Allah o'z panohida saqlasin degandek gaplarni qilyotdi. Chunki Xitoyda hozir tashviqot Donald Trumpga bo'lgan o'chmanlik tashviqoti, Amerikaga bo'lgan o'chmanlik tashviqoti xuddi shu 70-yillardagi o'xshash nihoyat qattiq avjib ketgan. Shuning uchun har qanday bir hokimiyat o'zi strategiyasini şu davlatlarda amalga oshirish uchun oldi bilan xalqning ko'nglini olish kerak, xalqning ko'nglini tutish kerak. Shuning uchun Donald Trump efendimiz shu Xitoy qarta Amerikani va Xitoyni Allah o'z panohida saqlasin degan gaplarni ishlatyapti. Bu bir strategik taktika. Endi O'rta Osiyoga Amerikaning kirishi, qadam bosishi, Shanxay 5dagi 5 davlatni chaqirib o'zining inov tortishi. Birinchisi Shanxay 5 degan shu Uyg'urlarning beshiga intayin cho'ng balo qazo ib kelgan nihoyat bir xatarlik bu Uyg'urlarning beshidagi bir balo qazo bo'lgan Shanxay 5ni pachoqlab tashlash degandan iborat, yo'q qilib o'tish degandan iborat. Onundan başqa oq planda albatta davlat manfaati birinchi o'rinda. Amerikaning bu O'rta Osiyodagi 5 davlatning tashqi ishlar ministerini Amerikaga chaqirishdiki asosliq strategik bir qanchilgan asosliq strategik sabablar bor. Bunun birinchisi nadir elementlar ve iqtisadi menfaatlar. Amerikanın O'rta Osiyodagi iqtisadi menfaatlari hem bu yerdagi Xitoyninki ta'siri, Xitoyning oq o'ylisidek bo'lib qolgan bir ahvolni butunlay o'zgartib, Amerikaga bo'lgan moyilligini qo'lga keltirish. Nadir elementlar bu O'rta Osiyodagi davlatlarda nihoyat nurg'un. O'rta Osiyodagi davlatlar da nadir elementlar bo'lgandan boshqa yana litium qatorliq shu texnikada hozirgi zamon texnikasida urush aeroplanlari urushga munosabatli qurollarni yasashda nihoyat muhim bo'lgan nihoyat nozik muhim minerallar nihoyat mo'l bir zapas miqdori intay mo'l bo'lgan davlatlar hisoblanadi. O'rta Osiyodagi davlatlar. Amerika bu manbalarga bu boyliqlarga erishmoqchi. Bu yerlarni Xitoy nechvaqtdan yog'isi talon-taroj qilib bo'lgan. Undan boshqa bu O'rta Osiyodagi 5 davlatda texnika andan keyin mablag' selish, energiya
ondan keyin ul muassasa qurilishleri qatorliq turlarda hamkorlik izlayotdi Amerika. Mushu davlatlarda O'rta Osiyoni taraqqiy qildirish, birlikda rivojlantirish, birlikda ichish. Bo'libmi Xitoy ta'sirini yo'qotish uchun bu 5 davlatda shu texnika mablag' selish, ul muassasalar qurilishi, energiya qatorliq turlarda Amerika O'rta Osiyo bilan nihoyatda cho'ng hamkorlashishi mumkin. Bizning demak bu yerlarga kelajakda Amerika harbiy bazalarini yetishi mumkin. Demak bu bizning yenimizga Amerika keldi degan gap. 146 kilometr degan hech nima emas, mashin bilan 1 soatlik yoki 1,5 soatlik yo'l. Onundan başqa shu O'rta Osiyo jug'rafiyalik jihatdan Abyami deb o'tib ketdim. Qo'rg'as eg'izi orqali shu Xitoyninki yangi İpek yo'li, ya'ni bir belbaq bir yo'l kesib o'tgan bo'lganligi uchun bu Amerika uchun strategik muhim o'rin. Amerika uchun ko'zdan chiqarilishi kerak bo'lmagan bir gap, bu shunday muhim strategik o'rin Xitoyga tashlab berilgandi. Amerikada ancha diqqat qilmay kelgan. Amerika mana 5 davlat O'rta Osiyodagi 5 davlatninki tashqi ishlar ministrlarini Amerikaga chaqirish orqali O'rta Osiyoninki muhimligini oxiri tunib yetdi. Albatta Amerikaninki bugun mana 6-noyabr kuni O'rta Osiyodagi 5 davlatning tashqi ishlar ministrini Amerikaga chaqirishi va Avam palatasida yig'in etishi va aytganlikka ofisda ko'rishmoqchi bo'lganliklarining hammasi dunyoga va Xitoyga, O'rta Osiyo biz uchun muhim strategik ahamiyatga ega degan ma'noni berdi. O'rta Osiyoning Amerikaning O'rta Osiyoga kirishi Uyg'urlar uchun bir cho'ng jasorat beradigan ishlarning biri. Undan boshqa O'rta Osiyoninki terrorizmga qarshi kurashlari, chegara mudofaasi, Afg'oniston bilan bo'lgan munosabatlari qatorliq temalar muhim kun tartibga kelishi mumkin. O'rta Osiyoninki taraqqiy qilishi va O'rta Osiyoninki manfaatlari Amerikaninki O'rta Osiyodagi ta'siri qatorliqlar kun tartibga kelgan vaqtida tabiiy holda Uyg'urlarning masalasimi texmi betar o'tirg'i chiqadi. Men o'tgangi programmalarimda Uyg'urlarning masalasini o'xshatib bug'doy so'ysa qarmoqmi so'yishdi, bug'doy so'yishchamisa qarmoqmi so'yishchamaydi deb shunday mulohaza qilgandim. Amerikaning O'rta Osiyoga kirishi Uyg'urlardan iborat qarmoqning o'rnidagi bir millatning so'yishidimi, chaqnashidimi, qayta ko'tarishidimi, Xitoy butun kuchi bilan Uyg'ur madaniyatini, san'atini va Uyg'urlarning o'zini yo'q qilib etish girdog'iga ekab qo'ygan shunday bir paytda O'rta Osiyoninki bizning bosog'imizga kelishi 146 kilometr jiroqlikdagi bir yerga kelishi Uyg'urlarni ma'naviy jihatdan jasoratlantirdi va Uyg'urlarning Xitoy qirg'inchilik uchirtayotgan, Xitoy yo'q qilishga tirishayotgan hamma narsalarni qaytadan jonlantirishda muhim ahamiyatga ega deb qarayman. Bu chaqirilish, ya'ni Shanxay 5'dagi a'zolarni jiddiy holda shu Amerikaga chaqirtilish, o'sha Rossiya bilan Xitoyninki kundan kunga ishib ketayotgan O'rta Osiyodagi ta'siriga qarshi bir etilgan qadam deb shu maqolalar yozildi G'arbninki shu matbuotlarda. O'rta Osiyoda kundan kunga ishib ketayotgan Xitoy va Rossiyaning ta'sirini yo'q qilish uchun yoki buning qarshi bir ilingan yaxshi qadam degan ijobiy
rəvişdə baha bəgən maqallam yazıldı. Endi bundan keyin yana şu 5 dövlətniki, O'rta Asiyadakı 5 dövlətlərinin Tashqi ishlar ministrlərinin Amerikaga chaqirilishi və bu Donald Trump'ın görüşüşü. Bundan keyin O'rta Asiyada Rossiya və Xitoy bilan bo'lmaydi. Biz Amerikami bo'lamiz. Amerika mənfəətlərinin bir parçası bo'ldi O'rta Asiya degan ma'noni berdi. Agar Amerika O'rta Asiyoga kirgan vaqtida, kuchli shaklda bir kirganda vaqtida bu yerda Xitoy bilan Rossiyaning ta'sirini siqib chiqarib, bu yerda Turkiyani o'zining yeniga ilib Amerika O'rta Asiyoda Turkiya bilan kelajakda Turkiya bilan shu Amerika muhim rol o'ynaydigan, muhim ta'sir ko'rsatadigan bir rayonga aylanib qolishi mumkin. Chunki O'rta Osiyo Turkiya davlatlari u Turkiyaning ham Uyg'urlarning yaqin qon qarindoshlari. Bu yerga ham Turkiya ham Amerika kirgan vaqtida Rossiya va bu yerda Rossiya Xitoyning ta'siri bo'lganga qaraganda Turkiya bilan Amerikaning ta'siri bo'lsa ko'p yaxshi deb o'ylayman. Turkiya bilan Amerika hamkorlashgan vaqtida O'rta Osiyoda texnik go'zal bir kelajak paydo bo'ldi deb o'ylayman. Uningdan boshqa Turkiyaninki nuqtasidan qaragan vaqtida bu bir cho'ng fursat bo'ldi. Amerika bilan hamkorlash, Xitoydan tatib chiqarib o'zini Amerika bilan birlashib Amerikaninki mablag'larni O'rta Osiyodagi turk fermalari orqali elish orqali Turkiyani Xitoydan uzoqlashtirib Amerikaga yaqinlashtirishi mumkin. Bu O'rta Osiyodagi Amerikaning kirishi va mavjud bo'lishi. Bu yerda burun O'rta Osiyo tabiiy gaz liniyasi Patti bu to'xtab qolgan-ku deyman. O'rta Osiyoga Amerikaniki kirishi bilan bu tabiiy gaz liniyasi yenidan kun tartibga kelishi mumkin. Bu liniya Turkiya orqali Yevropaga tutishidi. Bu orqali Turkiya energiyaning energiya o'tishadigan, Yevropaga tutishadigan bir davlat bo'lish sifati bilan nayt muhim iqtisodiy qiymat yaratish mumkin. Amerika shu Hazar tabiiy gaz liniyasini agar qo'llasa va taraqqiy qildirsa, bu shu Hazar tabiiy gaz liniyasi Turkiya bilan Amerikaning energiya jihatda ishbirligi qilishini, ishbirligi ilib berishini texmo jonlantirishi mumkin. Bu Amerika bilan Turkiyaninki birlashishi Xitoy qarshina bir kuchli bir zarba bo'lishi mumkin. Agar O'rta Osiyoga Amerika kirgan vaqtida O'rta Osiyo Turkiyaning eng yaqin qarindosh millatlari bo'lishi bilan tarixdan buyon Turkiya bilan yaqin munosabat o'rnatib kelganligi uchun Turkiyaning o'rtadagi elchiligi bilan Amerika, O'rta Osiyo, Turkiyadan iborat 3 taraflik bir kuch tamponliq shakllanib Xitoyni bu yerdan siqib chiqarishda muhim rol o'ynashi mumkin. Xitoyni bu yerdan siqib chiqadi degan gap Uyg'urlarning manfaati uchun zo'r ahamiyat ega degan ma'noni bildirdi. Undan boshqa agar Amerika O'rta Osiyoga kirgan vaqtida Turkiyaninki Uyg'ur masalasiga bo'lgan pozitsiyasiga kuch va jasorat berish mumkin. Endi shu Amerikaning O'rta Osiyoga o'z ta'sirini ko'rsatib qolsa, agar Amerika O'rta Osiyoga kirgan vaqtida shu O'rta Osiyodagi demokratiya, inson haqlari va shu ma'rif jihatlardan qanday bo'ldi, texnik cho'nqirlagan holda bir qarab boqaylik. Amerika agar O'rta Osiyoga kirgan vaqtida O'rta Osiyodagi demokratiya va ommaviy tashkilotlar
güçlendirishi mümkün. O'rta Osiyoning demokratik qimmat qarashlarini va ommaviy tashkilotlarni pul ajratib güçlendirishi mumkin. O'qish mukofot pullari ta'sis qilib, O'rta Osiyoning ma'rifini taraqqiy qildirishi mumkin. Masalan, madaniyat, san'at va jurnallarni chiqarish, nashriyotchilik qatorliqlarni güçlendirishi mumkin. USAID degan projektni Amerika o'tgan amaldan qoldirib o'tgan. O'rta Osiyoda buni asliga keltirish mumkin. Erkin Osiyo radiosiga o'xshash Xitoyni ikki qismdan param-par chiqib ketadigan radio stansiyalar orqali, axborot vositalari orqali, jurnallar orqali kishilarning ideyasini demokratiya bilan qurollantiradigan, kishilarning ideyasini o'zgartiradigan Xitoyning ichini shu radio stansiyalar orqali parchalab o'tadigan shunday ishlarni Amerika mishallarda ib berishi mumkin. Agar bundaq cho'ng ma'rif, san'at, madaniyat qatorliq jihatlarda bu yordamlarni O'rta Osiyoda ib bo'lgan vaqtida O'rta Osiyodagi yashayotgan Uyg'urlarninki madaniyat, san'at, Uyg'ur madaniyatini qo'g'dash, gullantirish, taraqqiy qildirish jihatlarida zo'r ilgarilashlar maydonga kelishi mumkin. Qisqasi Amerikaning O'rta Osiyoga kirishi, O'rta Osiyoga o'zining ta'sirini ko'rsatishi Xitoyni yanama cho'nqirlagan holda bir bulunga qistab qo'yish bo'lib hisoblandi. Uyg'urlar uchun nihoyat ahamiyatli bir qadam bo'lib hisoblandi. Uyg'urlarning birinchidan ma'naviy jihatdan o'zining yaqin yerda Amerikaning bo'lganligi Uyg'urlarga kuch jasorat berdi. Undan keyin Xitoy xohlagancha, o'zi bilgancha Uyg'urlarni qiradigan, yo'q qiladigan bundaq ishlarni qilolmaydi. O'rta Osiyodagi 5 davlatmi u chog'da Xitoy qarshi ovozini yuksaltiradi. Xitoydan ayrilib chiqib Amerikaning dek bir g'arbdagi kuchli davlatning yanında turgan vaqtida u chog'da Uyg'urlarni Xitoyga iborat bu ejdarhoning og'ziga tashlab bermaydigan bir vaziyat shakllandi. Endi programmamning xotim qismiga keldik. Xotim qismida men Xitoyninki zaharli qo'li kesilgan, dunyoning hamma yerini qoplab ketgan bu zaharli yılanning yoki zaharli qo'lning kesilgan dunyodagi joylarga bir nazar sep o'tishni muvaffaq etdim. Kechirsizlar. Donald Trump efendimiz ikkinchi qatimliq vazifaga o'tgandan keyinki mushu 11 oyga yaqin vaqt ichida Xitoyning zaharli qo'li kesilgan joylar qayerlar degan vaqtimizda birinchisi Panama kanali, ikkinchisi Greenland, ondan boshqa Venezuela, ondan boshqa Kanadaga nihoyat qattiq qo'l pozitsiya tutyapti. Albatta Kanadaga bunday qattiq qo'l pozitsiya tutishiningki orqasida Kanadaning Xitoy bilan nihoyat yaqinlashib apaq-chapaq bo'lib ketayotganligi so'zlab yotadi. Ondan boshqa Pakistanninki Guada portini Xitoy 65 milliard Amerika dollari mablag' silish orqali taki Xi'andan Qashqardan bizning vatanimiz Qashqardan Qoraqo'rg'on tog'larini teshib Guada porti Hind okeanininki Garo'kidagi Guada portini ochmoqchi bo'lgan. Pokiston u yerdagi Pasni portini, Guada portining yanidagi Pasni portini Amerikaning etishini tavsiya qilib sunyapti. Pasni porti Hindistonning manfaatlari o'tishadigan ashadagi yo'llarga ham Iranninki Hurmuz bo'g'zi va boshqa rayonlar ham Xitoyninki shu bir yo'l belbog' bir yo'lning jirki bo'lgan Guada portining yanida bo'lib bu yerlarni kontrol qaltiga ilish uchun tirashyapti Amerika. Ondan boshqa Xitoyninki eng yaqin yeri bo'lgan Afg'onistondagi Bagram havo ustini ilish uchun harakat qiladi. Ondan boshqa yana Hindiston, Pokistonlar o'tirsadiki mushu rayonlar Amerika o'zining ta'sirini ko'rsatib, Pokiston Hindiston bilan bo'lgan urushlarni to'xtatib, bu davlatlar bilan bo'lgan munosabatlarga nihoyat diqqat qilyapti. Chunki bularning hammasi Xitoyning qo'shnilari. Ondan boshqa
nima yuqorida men aytib o'tib ketgandek Zangezur koridori. Zangezur koridorining nihoyatda muhim strategik ahamiyatga ega bir koridor bo'lib, bu yerdan Xitoyninki shu Qo'rg'osdan boshlangan bir balvoq bir yo'l Şirin şişelerden ötüdü. Aşağıya gelip özünün 100 yıllık icra qilish için aşağıya o'tadi Amerika. Hem de hazır Aljeriyada Xitoyninki razil qo'lini kesib o'tish uchun Amerika Aljeriyaning peso pul qiymatini yuqori ko'tarish uchun 20 milliard Amerika dollarimi, 200 milliard Amerika dollarimi shunga yaqinroq bir pul ajratib Aljeriyani qo'llab o'zining yeniga tortadi. Hamda O'rta Osiyodagi 5 davlatning tashqi ishlar ministrlarini chaqirish orqali O'rta Osiyoga o'zining ta'sirini ko'rsatyapti. Demak, taraf-tarafdan Amerika qo'rshab Xitoyni bir bulonga qistab qo'yadi. Bularning hammasi Xitoyning g'olaydiganligi, oz qolganligidan iborat. Bir bishoratni, xabarni berdi bizga. Shuning bilan bugungi Xitoy g'olaydigan oz qoldi nomli programmamning 32-chi qismi mishada oxirlashdi. Xitoy g'olaydigan oz qoldi nomli programmamning 33-chi qismida ko'rishguncha omon bo'linglar, xayr xo'sh.